Sabrinisa tepasida kimningdir beo'xshov shang'illashidan uyg'onib ketdi. Qanoat qo'shmachi ekan. U Sabrinisaning tepasiga turib olgancha qoshlari chimirilgan kuyi so'zlanardi. "Ha, jonidan, soat 11 bo'ldi. Hali ham sasib uxlayapsanmi? Pulni cho'z, pulni. Qani Mergan aka, nega yoningda emas? Qachon ketdi?" Sabrinisa ko'zlarini ishqalay o'rnidan turib o'tirdi-da, tepasida ikki qo'lini beliga tiragancha chaqchaygan kuyi turgan qo'shmachiga javdirab boqdi. "Ha? Nega qotib qolding? Allambalosiga o'xshab." To'qlay ketdi qo'shmachi. "Qani deyapman Mergan, pullarni bermaysanmi?" Sabrinisa yana bir muddat sukut saqlagan holda o'tirib qoldi-yu, qo'rqib o'rnidan qo'zg'aldi. U "Pul bergani yo'q, opa" dedi. Eshitilar eshitilmas, "Menga bir baloni ichirgandi, keyin uxlab qolibman." "Nima?" Qo'shmachi Sabrinisaning ikki yelkasiga chang soldi. "Nima deding? Pul yo'q, ichirdi? Nima ichirdi?" "Qaydam?" Bo'yin qisdi Sabrinisa. "Hech narsani eslay olmayapman." "Bekorlarning 5tasini yebsan qutdingmi? Seni bilmas ekanman. Shunaqa odatlaring ham bormidi hali? $1000 mijozni qo'yningga solib qo'ysam-u, sen u bilan kelishib, pulini berkitib olsang. Yo'q oyimcha, men senlar o'ylaganchalik go'l emasman. Har qalay 15 yildan beri shu begona shaharda qo'shmachilik qilaman. Boyvachchalarning hojatini chiqaraman. Sendaqalarni-chi, ko'pini ko'rib qo'ygan xotinman. Bo'ltez, asabimni buzmay. Sabri, pullarni yaxshilikcha qo'limga berdi, qurib etdan. Sendaqa masheniklarga ko'zim uchib turgani yo'q." "Opa, nega ishonmaysiz?" Zo'rlana boshladi Sabrinisa yig'lab. "Uningizdan bir tiyin ham olganim yo'q. Oxirgi marta qandaydir qizil ichimlikni qo'limga tutqazgani esimda xolos. O'sha matoqdan bir xo'pladimmi, ikki xo'pladimmi, buni ham eslay olmayapman. Uxlab qolibman. Shunaqami?" deya gezardi qo'shmachi. Ish chiqmasligini ko'ngli sezgan kabi ortga tislanib, "Unda yechin. Men ichingga pul berkitmaganingga o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak. Bo'ltez. Sendaqalar bilan pachaklashib o'tirishga vaqtim yo'q, xohishim ham yo'q. Bay bo'l, nega bezrayib turibsan? Menga ishonmayapsiz opa?" Yig'arilash yechinishga tutindi Sabrinisa. "Nahotki qayoqdagi $1000 deb, bo'ltez qo'l siltadi qo'shmachi. Videolaringni xola poshshangga aytasan." Sabrinisa egnidagi hamma kiyimlarini yechib, qo'shmachining qarshisida qaddini g'oz tutdi. Qo'shmachi shundan keyin ham tinchlana olmasdi. Yo'lakda ivirsib yurgan boshqa bir fohishani yoniga chorladi-da, xonadagi shkaf, qutilar, gilam ostlarini kavlashtirishni buyurdi. Bu ish ham 5 daqiqa ichida ado etildi. Ammo pullardan darak yo'q edi. "Mayli." Sal past tushdi qo'shmachi Sabrinisaga yer ostidan ma'noli qarab qo'yib. "Mergan yana eski ashulasini boshlagan ko'rinadi. Lekinchi gaping haqiqatdan rost bo'lsa, u xonasa mening sovunimga kir yumabdi hali. O'sha $1000 shunday sug'urib olamanki, cho'ntagidan dardini birovga ayta olmay qoladi. Pulni esa yo'q Sabri. Sen o'sha marazni aldab-suldab mening yonimga boshlab kelasan." "U kelmaydi" dedi Sabrinisa bo'shashib. "Shu yerda keladi." Kutilmaganda baqirdi qo'shmachi. "Menga aql o'rgatmasin. Aldab-suldaganingga ko'nmasa, po'pisa qilasan. Qo'rqmaganning joni nechta ekan? Qamatvoraman deysan. Yoki pulni senga bersin-u, ora ochiq. Uni qaydan topaman? Bilmayman-ku qayerda turishini." "Zato men bilaman jonidan", dedi qo'shmachi viqor bilan. "Ishlaydigan ofisini beraman. Taksi ushlaysan-da, borib olib kelasan. Pulni olganimdan keyinchi 4 tomoning qibla. Qorangni o'chirasan. Bu shaharda qo'shmachi ko'p. Bironta lallaygan lattasidan topsang, yashayverasan o'shanikida qora qurallohlarning ko'nglini olib. Yo'q, to'xta. O'zingni yolg'iz yubormayman. Sendaqalarga ishonib bo'larmidi? Ana, mashhura birga boradi sen bilan. Tez bo'l." Begona yurt, begona shaharning havosiga ancha ko'nikkani boismi, Sabrinisa issiq ufurib turgan yengil shabadadan to taksi tutguncha yomonlik ko'rmadi. Faqat qo'shmachining shang'illashlari hanuz quloqlari ostida jaranglab asabini buzardi. Taksiga o'tirgandan keyin ham bu tovushlar quloqlarini qomatga keltiraverdi. Yonida puli yetarli bo'lsa-da, bu yog'iga qayerda yashash, qanday tirikchilik qilish haqida qayg'urdi. Qalbidagi Merganga bo'lgan nafrati ming chandon ortib, ha deganda jazavasi qo'zg'alaverdi. Marazlar o'ylardi u bilinar-bilinmas tishlarini g'ichirlatib, tili bir shekilli bu ifloslarning eski tanishlar-ku qalay. Meni chuv tushirmoqchi bo'lganda ikkovlashib, hali qarab turlaring, uyingga o't qo'ymasammi? Xudoga shukr, qomatim ham, husnim ham joyida. Bir qosh qoqsam, manaman degan boyvachchalar oyoqlarimni o'pishga tayyor turadi. Sen kim bo'psan? Bozori o'tgan sigirday bir narsasan-da. Allaqayerlaringni selkillatmay o'l, qo'yga o'xshab. Ayniqsa unga Qanoat qo'shmachining chiqib ketayotganda, "Hali ko'raman, bozoring kasod bo'lib ko'chalarda tilanchilik qilasan. Iloyim gadoyvachchaga aylanib o'lgin megajin" deya qarg'angani Sabrinisaga alam qilardi. Yonida jim ketib borayotgan o'zi kabi fohisha mashhuraga zimdan qarab olardi-yu, qo'yib bersa uni ham yumdalab tashlaydi derdi.
Shunday xayollar bilan Mergan ishlaydigan joyga yetib bordi. Juda hashamatli va osmono'par bino ekan. Taksidan tushgach, Mashhurani ergashtirgancha asabiylab tishlay bino ichkarisiga yo'l oldi. Binodagilar bir zumda Mergan o'tiradigan kabinetni ko'rsatishdi. Sabrinisa birpas ikkilanib turgach eshikni taqillatdi. Shu zahot ichkaridan "Kiring" degan ovoz eshitildi. Bu Merganning ovozi edi. Sabrinisa Mashhuraga sovuq qarab oldi-da, eshikni ochib ichkariga kirdi. Kabinet keng, did bilan bezatilgandi. Mergan deganlari baland bo'yli, yoshi 40 dan oshgan soqolli erkak edi. U Sabrinisaga ko'zi tushgani hamon rangi o'zgarib dast o'rnidan turdi. "Nega kelding bu yerga?" so'radi u salom alikni ham unutib. "Tinchlikmi sohib Jamol?" "Hech ham tinchlikmas-da", dedi zarda aralash Sabrinisa. "Boqqa kirib mevasini yegandan keyin haqqini to'lab qo'yilmaydimi, aka?" Bu gapni eshitgach, Mergan ihtizoli tirjaydi. "Haq? Qanaqa haq?"